Mana shu mashina aka Monster Jam showida saltolar otib, ikkita qildilarga yurib, bitta qildirib yuradiganlarni ham ko'rganman aka. Mashina showga tushaylik, shu keldi. Endi ko'rmasa bo'lmas. Noyob narsa ekan-da. Las Vegasga ham 1 yilda 1 marta kelar ekan, boshqa shtatlarda aylanib yurar ekan. Ikkitalab qo'yilgan, chunki yordam berish uchun. Bu sakragan paytda, eng ko'tarilgan paytda uzilmasligi uchun yordamga katta troslarni ham qo'yib qo'yishdi. Mana qaranglar. Bu yozib qo'yishibdi. Tabiiyki, ko'qish bo'ladi. Mana bitta o'tirish uchun pedallar, marhamat, akkumulyator oyoq tagida ekan. Shunchaki bitta odam sig'adigan kabina. Motor joylashgan joyini ko'rdingizmi? Mana razdаточный korobka, oldi o'qqa ketdi, orqa o'qqa ketdi kardan. V8 dvigatel turibdi. Ustida mana kompressor bilan, kompressor relay orqali kolinvalga ulangan. Meni ishonchim komil, bu дополнительный tuning qilingan Kovkada, chunki kuroslar momentda bunga kurchash moment kerak bo'ladi. Oddiy stiklovatdan qilingan ekanda, даже men faralarga hammasi nakleyka yolg'on takasim ekan. Shu paytgacha buni kuzovda yurardim. To'playib bakdan kelayotgan shlangni qarang aka, oddiy uyda qiladigan kranimizdan qo'yib qo'yishibdi. Qalinligini qarang, bu degani benzinni o'piradi degani-da, aka qarang. Nega benzin bak bunaqa kichkina aka, qarang. Bular ko'p vaqt haydalmaydi. Uzog'i 5-10 minut chiqadi, shou ko'rsatgandan keyin bo'lib ketadi. Etanol quyishar ekan. Sababi shoular yopiq zdaniyalarda bo'lgani uchun kelgan tomoshabinlarning zarari kamroq bo'lishi uchun etanoldan foydalanishar ekan. Aka, Toshkentga borib, dalada haydab berardim mashinani, lekin Toshkentda ba'zi ko'chalarda ham yurib beradi bu. Yamanadan. birinchi gayigacha aka.